Osh, yaxshi. Deyarli damlamam tayyor bo'lib qoldi. Mayli, voy, hozir xalatimni kiyib olay. Oppa, yaxshi. Mana o'zi doktor deyishadi. Nimaga faqat oq qishloq qilish kerak? Mana nima, shunaqa narsalar qila olaman. Hoppa, ana endi bitta qishloq topishim kerak. Qanaqa, qayerdan ekan? Va tashqarida qidirib kerak-chi. Xo'sh, yaxshi. Va ana tashqarida qayerda odam bor ekan-a? Qishloqqa va senga juda ham zo'r taklifim bor. Xo'sh, mana shunday qo'yaman. Qishloqqa. Ha? Nima deysan? Qara. Men senga juda ham zo'r damlama bor. Bu damlamani ichsang, aldiq juda ham ko'p yashaysan. Ishonaver menga. Nima? Axir sen bunaqa ishlar bilan shug'ullanmas eding-ku. Men o'qib keldim, ishonaver. Qachon o'qishga ulgurding, tushunmadim. Menga ishon, yurgin. Juda ham zo'r laboratoriyam bor. Ishonmasang, yur. Mayli, lekin ishondim senga. Davay, bor. Okey, mayli, ketdi. Aniq, xavfsizmi? Albatta. Nimasidan qo'rqyapsan? Shunchaki bilmadim, men qanaqadir qo'rqyapman-da. Ishmana hislar bor. Voy, qo'rqma, bu shunchaki vaksina, tushunyapsanmi? Mayli. Hop, sen davay tez mana bu yotoqning ustiga chiq. Davay tezroq bo'l, vaqtimiz yo'q, bilasan-ku. Hop. Okey, hop. Hozir mana buni oladi, ach, yaxshi. Qani vaksinani qo'yaychi, hoppa, yaxshi. O'zingni qanday his qilyapsan? Bilmadim hozircha. Qanaqadir boshqa bo'lyapman. Yo'q, qanaqa bo'lishi mumkin? Yaxshi bo'lishi kerak. Yo'q. Janursan, nima bo'lyapti? Hey, nima bo'ldi? Hey, sen, gapir menga. Gapir, yo'q, o'zingni bor, sen yaqinlashma menga. Nima qilib qo'ydim? Tezroq buni to'xtatishim kerak. Uxlab qopman-u. Voy. Bugun juda ham og'ir kun bo'ladimi deyman, bolalar, bilmadim. Voy, mana bu butilkani ham olishim kerak. Hali mana bu yonimdagi qo'shnimga berishim kerak butilkalarni. Aytgancha barchaga salom do'stlar. Meni ismim Shahis va mening video rolikimga xush kelibsizlar. Bolalar, obunachilar, men butilkalarni nima olyapsan deydiganlar bo'lsa, bolalar, men hozir butilkani mana bu qo'shnimga berishim kerak. Qo'shnim qayerda ekan? Qiziq, mana shu yerda bo'laman degandi. Soat, albatta, soat 10 gacha bo'lish kerak edi. Hali soat 9:30. Ketmasligi kerak edi. Mayli, hozir qo'shnimdan so'raychi, bu qo'shnimda ham butilka bormikan? Qishloq, shu yerdamisan? Nima deysan? Kikar. Okey. Qishloq, nima bo'ldi senga? Bugun chota g'alatisan. Nima bo'ldi? Bilmadim, nima mana bunaqa narsalar qilib olgansan o'zingcha? Sen unaqa nima desam bo'ladi? Unaqa narsalar bilmaysan. Chunki sen bunaqa yo'nalishda o'qimagansan. Sen umuman xabaring yo'q-da bu narsalardan, to'g'rimi? O'qiganman, bas alagandim. Shay bo'lmasa, chop ishini qil. Qishloq, nimalar deganing? Axir esingdan chiqdimi? Mana bu butilkalarni topshiramiz degandek. Mana butilkalarni ishlab tortib ko'ryapsanmi? Nimalar yasaganman? Ko'rib turibman. Mayli bo'lmasa qishloqqa sog' bo'l. Mayli, boshimni og'ritma. Xo'p. Mayli. Bolalar, obunachilar, bilmadim qishloqqa nima bo'ldi. Men nimadir qildimmi men unga? Mayli. Tushunmadim. Bu nima bo'lyapti? G'alati. Bolalar, obunachilar, men ko'rishim kerak. Birinchi o'rinda butilkani keyin qo'yaman. Qishloq qayerda ekan? Tushunursan. Bu kim? Mer, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Shahis, uxlaysan-a soat 9:30 gacha? Uzr, mer, tushunmadim, bu yerda nimalar bo'lyapti? Ko'rmayapsanmi men buni quturishini? Nima? Kim quturyapti? Uzoqroq turish kerak. Kim bu? Qara. Qarochi, bu kimdir zaharlagan buni. Albatta, kimdir 100 talik zaharlagan. Qishloq bo'lmasa buni qanday qilib to'g'rilasa bo'ladi? To'g'rila buni. To'xta, uzoqroq tur-da, hozir dorini sepaman. Shuningmi, Shahis? Mayli. Sip. Okey, mana. O'zimga ta'sir qildi, mayli. O'chir ovozingni. O'chir deyapman. Nimaga bu jim bo'lmaydi? Shunchalik ham quturadi. Kim unchalik zaharlagan bo'lishi mumkin? Ana yaxshi, ana o'ziga keldi. Yaxshi. Qishloqqa bo'lmasa bu kim yoki bu boyaki, meni qo'shnim-ku bu. Albatta. Qarochi, buni zaharlashgan. Endi buni kim zaharlagan, shuni topishimiz kerak. Bolalar, men o'ylagan odam bo'lmasin ish qilib. Qisasi, sen bilmaysan bironta narsani? Yo'q, bilmayman. Men bilaman kim qilganini. Nima? Kim qilgan?
Короче, boka, buni dushmanlari qilgan. Dushman. Borda boshim ortmadi. Bilmadim, mer bo'lmasa men hozir nima qilay? Короче, sen hozir qamoqxona, короче, mana shunaqa narsalar qurdi. O'sha odamni topib, короче, yo'q qilamiz. Aytgancha, oq qishloqiga sharoitlar bormi ekan, ha? Manda bor. Buni bemalol davolashga qurbim yetadi bu bolani. Faqat vaqt kerak bo'ladi. Mayli. Bu bo'lsa, davay xabar tarqalsin, hamma ishlarini qilsin. Bitta odam mana shunga qarab tursin. Mana shu qanaqadir zombimi kim bo'lsa ham. Mayli. Bo'lmasa, mayli men keta qolay, xo'pmi? Obunachilar qaranglar. Juda ham g'alati. Chunki bilmadim, bolalar, men вообще g'alati bo'lib ketyapman. Qanaqadir quturgan nimadirga. Bilmadim, mayli. Bo'lmasa, qo'shnimga keyinroq beraman o'ziga. Qo'shnim qanaqadir zombi bo'lib qolibdi. Bilmadim, qanaqadir ovozlar chiqaryapti. G'alati, mayli. Bo'lmasa, men hozir omborxonaga borib qamoqxona qurishim kerak. Kim qilganini topishimiz kerak. Ishqilib mana bu qo'shnim qilmagan bo'lsin-da. Bu qo'shnim bilmadim. Mana bunaqa narsalar juda ham g'alati, radiatsiyali, juda ham yomon narsalar bilan shug'ullanyapti. Mayli, nima bo'lganda ham qani qamoqxonani quraveraychi. Xo'sh, yaxshi. Mana bu yer. Okey va xo'p, mana bu yer. Okey, yaxshi. Menimcha chotka bo'ldi. Yaxshi. Bolalar obunachilar, nimaga buni quryapsan? Shaxs deydiganlar bo'lsa, bolalar o'zingizlar bilib turibsizlar. Bizning qishlog'imizning qonuni afsuski bunaqa narsani ko'tarolmaydi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bizning qishloqdagi qonun bizni mana bu qishloqiga, qanaqadir qishloqiga suiqasdli bo'ldimi, nimadirlar bo'ldi. Короче, mer aytganidek, mer aytgan hamma narsani qurdim men, bolaman. Shunchaki oddiy odamman. Men ataylabdan buni qilish niyatim yo'q. Shu sababdan hozir короче, nima sud deydilarmi, o'zimiz kichkinacha sud qilamiz-da, qatl qilib yuboramiz deyapti mer. Bilmadim, agarda aybi agar unaqa bo'lmasa, agar qishloqqa tan olmasa, nima desam bo'ladi, u qishloq rozi bo'lsa, mayli ozod qilinglar desa, qatl qilinmaydi. Agar yo'q, ozod qilmaylar desa, qishloqqa qatl qilinadi. Bolalar, afsuski shunaqa yomon ishlar bo'lmoqda. Bolalar, bilmadim. Mana bolalar ko'rishinglar mumkin. Qishloqiga alohida qamoqxona qurib qo'yganman va bu yurgani o'la ketyapti. Yaqinlashma. Xo'p, bo'ldi, uzr. Va prosta shunchaki obunachilarimga ko'rsatmoqchi edim. Bilasizlar-ku, mana shu yerdamku men. Baribir men shaxs ko'ryapsan-ku, shunchalik kasalligi yo'qsa juda ham yomon bo'ladi. Mayli, xo'p. Qishloqqa nima gap, yaxshimisan? Nima deysan? O'zi men qilmagandim buni. Nima desam bo'ladi, kutilmaganda shunaqa narsa bo'lib qoldi. Men o'z aslida yaxshi niyatda qiluvdim. Bilmadim. Endi bu qishloqqa tirilsinchi, qani tirilsin deyotibman. Ham o'ziga kelsinchi, juda ham sen zaharlagansan. Qara, zombi bo'lib qolganmi, nimadir bo'lib qolgan, короче. Nima bo'lganda ham men unaqa yomon odam emasman. Baribir, mayli, o'zing bilasan. Nima bo'lganda ham senga omad, bironta yong'in bo'lib qolsa, mana shunday suv sepib turaman, tushundingmi? Mayli, bilganingni qil, chop yo'qol. Mayli, o'zing bilasan. Bola bilachilar, mana juda ham stressda yoki shunchalik yomon bo'lib ketdi qishloqqa. O'z aslida bu qishloqqa juda ham yaxshi edi. Mayli, aytgancha mer chaqirgandi, mana ishlaringni qilib bo'lib kel degandi. Mayli, nima ham derdim. Mer, assalomu alaykum, kirsam bo'ladimi? Kar. Mer, tushunmadim, kayfiyatingiz yo'q ko'rinadi. Qara. Ko'rmayapsanmi shuncha muammo? Menga shuncha narsa kerakmidi? Mayli mer, endi bular ish bo'ldi. Hech bo'lmaganda mana bu nima desam bo'ladi, o'lib ketmabdi-ku. Buni saqlab qolishga nima desam bo'ladi, harakat qilmoqda oq qishloqqa. Baribir, qara shunchalik yomon bo'lmoqda. Mayli. Mer meni chaqirtirdingiz, nima uchun chaqirtirdingiz? Qishloqning uyida tintuv o'qida, yana bir ikkita qishloqlar zaharlagan bo'lmasin? Yo'q, bilmadim mer, men tintib ko'raymi? Mayli, shunaqa qildi. Xo'p, mer, mayli. Mayli bo'lmasa, xo'p, merga mana shu dalilni ko'rsatamiz. Bilmadim, bola, men o'zim juda ham xafaman qishloq uchun. Men o'zim juda ham qo'rqib ketyapman, chunki qaranglar, juda ham o'tkir tig'li narsani turishini shunday ship bo'ldi. Biz qishloqqa do'stimdan ayrilamiz. Afsus, bunaqa bo'lmasin. Nima o'ziga gapirib kelyapsan? Mer, короче, mana uni topdim. Hozir mana bu yerga qo'yib qo'yaman, o'zingiz to'g'rilab olasiz. Mana. Voy, chidadirsan. Qo'li bilan tegamadingmi? Yo'q, mana, короче, men ustimdagi kiyimga oppoq qilib oldim, короче. Mayli. Bo'shsan. Xo'p, mer, bo'lmasa mayli. Qachon qatl? Endi nasib bo'lsa ertaga, tushundingmi? Ertagacha agar o'ziga kelmasa, qishloqqa ketdik, короче. Xo'p, mer, mayli bo'lmasa.
Bolalar mana ko'rishinglar mumkin. Agar ertagacha qishloq o'ziga kelmasa, bu qishloqqa afsuski qatl bo'ladi. Agarda o'ziga kelsa, bilmadim. Mayli, menga bilmadim. Mayli. Bo'lmasa bolalar ertagacha ko'rishguncha xayr. Yo, bolalar obunachilar. Mana hozir nima desam bo'ladi? Mana bu sud boshlanadi. Mana mer hozir mana shu yerda o'tiribdilar. Ana endi boshlashsalar kerak. Hop, bola, hamma jim bo'lsin, jim bo'linglar. Hop, qisqasi. Sen qishlog'imizda qonun qoidalariga amal qilmading, to'g'rimi? To'g'ri. Albatta. Sen amal qilmaganliging sababini endi sen mahkumsan, qarochi qatl qilishga, tushunyapsanmi? Tushunib o'tiribman. Odam o'ldirding sen. Deyarli odam o'ldirding, u o'lyapti. Uzr lekin. Uzring bilmadim endi. Mana oq qishloq ham aytyapti, u o'lmoqda, u bo'lmayapti, bo'ldi deyapti. Lekin mana telefon jim, ortiqcha gaplar umuman menga kerak emas. Shaxs chiqib damay, buni tezroq qatl qilaylik, boshimni og'ritding. Mayli, mer hozir men nima desam bo'ladi? Mag'ozani o'ngga qarab kelsam bo'lmaydimi? Kimga qaraysan? Bo'ldi, mana oradan bir kun o'tdi. Bunga bir kun muhlat berilgandi. Bo'ldi, ana endi kech. Iltimos yana bir kun. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Shaxs tur, tushunmadimmi senga? Uzr, mayli bo'lmasa. Qishloqqa uzr, lekin men hammalaringizga uzr nima sen? Tezroq bo'l. Xo'p, uzr. Mayli. Qishloqqa davay, sen tezroq joyingga tur. Qarochi bilasan-ku. Iltimos, axir meni o'lish niyatim yo'q. Qishloqqa men ham bilib o'tiribman, lekin afsus, men seni oila a'zolaringga yaxshi ko'rishingni aytib qo'yaman. Lekin mayli lekin. Uzr so'rayman. Mayli bo'lmasa, boshlayveraymi qatlni? Albatta, davay tezroq boshla. To'xtanglar, tushunmadim. Kim meni qatl qilmoqchi, bu do'stimni? Qishloqqa yaxshi kelib qolding. Albatta, mer, to'xtang, mana men tirildim. Tushunib bo'lishi mumkin emas. Oq qishloqqa aytdik-ku. Qarochi, bo'ldi, men buni kechiraman, qarochi bilasizlar-ku, buni qatl qilmanglar iltimos. Barchasi meni aybim. Nima bo'lishi mumkin emas? Axir mana bu ignalardan DNA topilyapti-ku. Yo'q, baribir, mana ko'ryapsiz-ku, yaxshiman. Bu shunchaki bir nosozlik bo'ldi. Mana bir kutib olaydi. Katta rahmat. Mayli. Qatl qilish bekor qilinsa, davay chiqdi, uzring so'ra. Qarochi ahaloga qutbagini kuchlab kechiringlar. Barchasi mendan o'tdi. Boshqa qaytarib hech qanaqa bunaqa ish qilmayman. Malades. Mer sizdan ham uzr so'rayman lekin. Mayli, chiqsa yo'q. Mayli, ozodligimdan xursandman. Mayli, okey. Xo'p, bo'lmasa shaxs afsus qatl qilolmay qoldik, tezroq qil degandim. Bu yerda nima deyapsiz? Hazil. Mer, mayli lekin. Men barchasi yaxshiligi bilan tuganligidan juda ham xursandman. O'zi aslida buni qatl qilish kerak edi. Ahmoqlar, buni qaranglar. Sen qishloqdagi ishlamas ekan. Yo'q, unaqa demanglar. Baribir ham bu qishloqqa to'g'ri ish qildi. Do'stlikni kechirib turish kerak, kechirimli odam bo'lish kerak, to'g'rimi, mer? Albatta. Har doim odam kechirimli bo'lishi kerak. Mana barchasi yaxshilik bilan tugaganda men juda ham xursandman. O'zimda ham qo'lim bormayotganda shu ishlarni qilishga. Shuning uchun shaxs chiqaruvdim. Mer mayli. Bo'lmasa mayli, sizlarga xola qoldiray va men bolalar obunachilar. Mana ko'rishinglar mumkin. Men juda ham xursandman, mer uchun ham va barcha uchun men juda ham xursandman va mana bu qishloqqa do'stim uchun ham juda ham xursandman. Men bu qishloqni qaytib ko'rmayman deb o'ylagandim, lekin bolalar, mana taqdir taqozosi bilan bolalar bu qishloqqa omon qoldi. Nima ham derdim, bolalar obunachilar aytgancha, sizlar video tugashidan oldin masaladan iltimos qilib qolaman. Bolalar, hech bo'lmaganda 50% obuna bo'lsanglar, bolalar biz 10 mingta obunachi bo'lamiz. Iltimos bolalar, sizlar shunchaki obuna bo'lib qo'ysanglar, 10 mingta obunachi bo'lsak, bolalar juda ham ajoyib streamlar qilamiz va juda ham ajoyib videolar qilishga va'da beraman. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana shaxs bo'ldim. Kelasi video bu rolikgacha ko'rishguncha bolalar, xayr. Sog' salomat bo'linglar.